Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun biz Akademiya Otabek Plastikda 2 oyimiz tayyorladik va bu 2 oyimizda farqla ochdik. Tekislab chiroyli chiqarishga harakat qildik. Bolalar, yemizimiz yoqdimi? Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun biz Akademiya Otabek Plastikda 2 oyimiz tayyorladik va bu 2 oyimizda farqla ochdik. Tekislab chiroyli chiqarishga harakat qildik. Bolalar, yemizimiz yoqdimi?